Liksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2021 yıl 3. ayının 10. günü. Şundak yukarıda degenimizdek ahdinamıga asaslanganda erek yoqtoş cinayeti mundaq cinayetlerini öz içine alıdı. Bir milletni yoki erkni yoki bir diniy guruhni qasdan butunlay yoki qisman yo'qotish. Ahdinamada erk yo'qotishga aloqador 5 turlik harakat ayirib bekitildi. Bu guruhning yoki millatning a'zolarini o'ldirish. Bu gruppa yoki bu millatning a'zolariga og'ir darajada jismoniy, ruhiy ziyonkashlik qilish. Bu gruppa yoki millatni muayyan turmush sharoitiga qistab qo'yish. Bu gruppa yoki bu millatning qisman yoki umumiy bu gruppa yoki bu millatni qisman yoki umumiy halok qilish. Çağrılarını mecbur yolu koyup bu grupa yoki bu milletning nesil kaldırışını çekleş. Hem de bu grupa bu milletning bola chaqasini ikinci bir grupaga mecbur yetkash. Mana shular erk yo'qotish jinoyati. Bugun Xitoy mushuninga javob berish kerak başladı. Davlatlik mas'uliyat bilan javob berish kerak. İcadi, stratejiya ve siyaset tadqiqot o'rni mundaq ko'rsatdi. Xabarda mundaq deyildi. Uyg'urlarning doirlariga tanlash xarakterlik o'lim jazosi berildi. Diqqat vatandaşlar. İcadi, stratejiya ve siyasi tadqiqot o'rni mundaq ko'rsatdi. Xabarlarda mundaq deyildi. Uyg'urlarning doirlariga tallaş karakterlik ölüm cezası verildi. Onundan başka qirg'an yaşanganlarni uzun müddet nazarband kıldı. Bu hareketler zor kölemde ölüp ketishni keltirib chiqadi. Jungo hükümetinin bu hareketleri ahdinamada qayd qilingan jinoyatlarga mos keladi. Yuqorqi jinoyatlar bilan o'xshash. Jungo hükümeti şunu sadır kıldı. Dokladımında ko'rsatildi. Uyg'urlar jazolash lagerining ishida ve teşhidi planlik tan jazosi berishga ve rahmsizlik bilan azoblashga ve salohiyati xo'rlashga uchradi. Cümleden bosqinchilikqa, jinsiy xo'rlashga ve oshkora haqoratlashga uchradi. Bular ahdinamada ko'rsatilgan 3 turga mos keladi. Jungo buning da mas'uliyatni ustiga olishi lozim. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Jungo doirlari planli holda Uyg'urlarni bo'libmi o'xshash yeshigi yetgan o'g'illarni va rayonlardagi rahbarlarni turush bo'lmaydigan turmalarga nazarband qildi. Uyg'ur ayollarga homildorlikdan saqlanish tadbirlarini ishlatdi. Undan boshqa jungo doirlari Uyg'urlarni majburiy emgakka soldi. Qisqasi jungo hozir bu guruhni yoki bu millat Uyg'urlarni qasdan ma'lum turmush sharoitiga qistab qo'ydi. Bu milletni qisman yoki butunlay yo'qotmoqchi bo'ldi. Anladingizmi vatandoshim? Bugun tadqiqot o'rnining qarori undan keyin nima dedim? Davlat mahkamasining bayonotchisi Net Price'ning bayonoti. Birlashtiring. Turmush sharoiti qistab qo'ydi. Bu millatni qisman yoki butunlay yo'qotmoqchi bo'ldi. Dokladda yana mundaq ko'rsatildi. Jungoda hozir yeshigi yetgan Uyg'ur qizlarga tug'ut cheklashni yo'lga qo'ydi. Texmi ko'p Uyg'ur ota-onalarning nazarband qilinishiga ergishib, ularning bola chaqasi davlat egiligidagi
yeslilerge yetkep ketildi ve bulanı ölçemlik Xitay tilida çoğun kılmakçı oldu. Bu hareketle ehtinamede körüstülgen 4. 5. türlük ırık yoqtoş hareketlerine maskelidir. Uygurlarning oldida o'tkazilgan yuqorqi misol keltirilgan iriq yo'qotish jinoyati harakatlari muqarrar Jungoning zimmasiga yüklenishi kerak. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Nihoyatda kuchli bir partiya hukmronligidagi davlatda o'zliksiz yuz berib turgan iriq yo'qotish harakatlarining daire kengligi şunu körüstüp berdi ki Jungo iriq yo'qotishni cheklemedi. Ehtinomalarga texmi ilgirlab xiloflik qildi. Ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Uyg'uristonda bir ayında nazarband qilingan Uyg'urlar 1 milliondan ortiq ular nazarbandxonada tan jazosi berishga, tug'ut cheklashga, bola tushirishga majburlandi. Bosqinchilikqa, jinsiy xo'rlashga uchradi hamda siyosiy ideya singdirish qatorliq kishilik huquq tajovuz qilishga uchradi. Jungo Uyg'urlarni xo'rlaganlikni izchil inkor qilib keldi. Nazarband qilishlarni inkor qilib keldi. Tarbiyalash markazi deb ching turib oldi va radikalistlarni yo'qotib, kambag'allikdan qutulishga yordam beramiz dedi. Demak, oxiri sapsati bilan turalgan, sapsati bilan yaralgan odam siyaqi yo'q. Chunki kompartiyasi oxirida sapsatini qisiribdi vatandaşlar. Leksiyalarimiz müşahede ahırlaştı vatandaşlar. Qana hozir o'zimizning holidan shapaqib, ya'ni charchidim mı degendek bir muhokama qilib boqamiz vatandaşlar.